Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Yangi nesuska tovuqlarini olib boqib, foyda qilaman deydiganlarga mana setkalarimiz bor. Simlari qalin, yangi setkalar. Hali tovuq qo'yilmagan. Zakazga yasab beriladi. Misol boringki, объемga, donagami, kimga nechta kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Yangisini arzon narxda yasab beramiz. Endi bizda firma bo'lganligi hisobiga faqat setkani o'zi yasab beriladi. Bir komplektga 96 ta tovuq sig'adi. 96 ta tovuq sig'adiganini 1 million so'mdan qilib berilaveradi. Endi misol bu 2025-yilda 1-noyabr kuni chiqarilyapti. Misol vaqt o'tgan sari nimada pulida razlika bo'lib qoladigan bo'lsa, buncha narx qo'yilgan degan gap so'z bo'lib qolmasin. Xuddi mana oldidan ochiladigan qulayliklarni yaratib chiqarib berilyapti. Simi askinkovkali, nimasi zanglamaydigan metalldan yasalyapti. Объемga yasab beramiz. Объем darajamiz shu misol mashincha desa faqat oldindan zakladlarni beradi, u narsalarni kelishamiz. O'zbekiston bo'ylab hamma joyga dastavka qilib berilaveradi. Faqat dastavka pullarimiz alohida bo'ladi. Agar uzoq joylardagilar agar olaman deydigan bo'lsa, ozmoz olaman, misol bir komplekt yo 2 komplekt 200 ta 300 ta tovuq olaman deydiganlar bo'lsa, yo'nalishdagi o'sha nimalar bor, yuk tashuvchilar bor. O'shalardan qo'shimcha yuk sifatida chiqarib beraveramiz. Bu arzonroq bo'ladi sizlar foydalaringga. Qirg'iziston Respublikasidan ham buyurtmalar qabul qilaveramiz. Chunki Qirg'izistonga ham chiqarib beriladigan sho'pirlarimiz bor, olib chiqib berishaveradi. Hozir bu setkadan 5000 ta tovuqqa tayyori bor, tayyor chiqarib qo'yilgani bor. Kelib ko'rib netaverasizlar. Faqat quruq setkani o'zi. Agar menga misol oyog'i kerak, nepilni kerak deydigan akalarimiz bo'lsa, zakazga oyoqlarini yasab berilaveradi. Nima nepilnilarni ham yangi qilib ulaveramiz. Qo'yib beringlar joyimga deydigan bo'ladigan bo'lsalaring, joylaringga qo'yib beradigan ham ustalarimiz bor. Hammasi bilib turganlaringdek alohida hisoblanadi. Setkani o'zini o'zimiz bilan gaplashaverasizlar. Qolgan narsalarni tutishga yordam qilib beramiz. Bunga solgani tovuqi hamma, misol firmani boshlayman desalaring, noldan boshlab hammasini qilib berilaveradi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar, ishlaringga rivoj bersin, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.